do'stlarim, ko'zdan oqar yoshlarim, eslab yoshlik chog'larim, bola bo'lib qolsaydim, Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Mana bugun biz 17-maktabimizga yetib keldik. Shu yerda o'qiganmiz, yoshligimizdan ruchka qalam ushlab harakat qilingan yoshlik paytimizdan. Mana maktablarimiz o'zgarib ketibdi. Bayrog'imiz hilpirab turibdi. Bizni mana bu joyda ustozlarimiz kutib oladi. Mana bu joylarda o'ynab yurardik. Ana yerda bashni bo'lgan edi. Otib simlarda osilib, mashinalarda qo'llar sindirardik. Mana bu joyimizda mini futbol bo'lardi. Hozir yangi qurilishlar tushgan, mana yangi o'quv joylari tashkillashtirib, yangi obyekt tushgan. Mana maktabimizning ko'rinishi. To'g'rimizda zal, sport zalimiz bor. Mana bu joydan kiraverishimiz. Mana shu yoshligimiz biz ham o'tgan. 2009-yil bitirib chiqib ketganmiz biz. G'ayrat aka, omonmisiz? Shu joylarda o'qigansiz ham, to'g'rimi? O'qiganmiz. Necha yil bo'ldi bitirganingizga? Biz 2003-yil 9 bitirib, kasb-hunar kollejiga o'tganmiz. Bekor qilgan ekanmiz o'shanda kasb-hunar kollejiga o'tib, yana 2 yil o'rtoqlarim bilan birgalikda o'qib, mana shu maktabga kelish nasib qilmagan. Endi yo'q, mashaqda yo'q. Kursdoshlarim bor 25 ta. 25 ta. Ikkasini taniyman. Qolganlarni tanimaysiz. Qolganlarim meni ham tanimasa kerak. Endi tirikchilik deb kelib borilmagan, to'g'rimi? Shuna bo'lgan. 1994-yil mana shu bir qavatli bino, maktabimiz binosi. Shu yerda birinchi kiraverishda o'ng qo'lda xona bo'lardi. Hozir ham bor ekan. Hozir ham turibdi ekan. 1994-yil 1-sinfga kirganmiz. Endi hozir o'rtoqlaringiz ko'rishi mumkin-da, sinfdoshlaringiz, kursdoshlaringiz bu videomizni ko'rib qolishi mumkin. Nima degan bo'lardingiz o'sha o'rtoqlaringizga? Endi o'rtoqlarim ko'rsa ham tanimasa kerak, chunki o'zgarib ketganmiz, semirib. O'rtoqlarim tanishi mumkin, qo'ni-qo'shni o'rtoqlarim, ilgaridan birga katta bo'lgan o'rtoqlarim tanishi mumkin. Demak, salom yo'llab qo'yasiz shu o'rtoqlaringizga. Yo'q, hammasiga salom. Tinch bo'lsin, baxtli bo'lsin. Oila bola chaqasining baxtiga sog' salomat bo'lsin. Bo'ldi. Rahmat aka, salomat bo'lasiz. Alimjon do'stimizdan ham bir-ikki oz. Do'stim, nechinchi yillari bitirgansiz siz? Maktabni. 2009 bitirganmiz. Miya joyidan Achchiq yeb olgandan keyin sal kelmadimi miya joyiga? Yo'q. Alimjon do'stimiz sal tortinyapti. Xullas o'rtoqlar ko'rganlar bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar Alimjon do'stimizga ham. Mana yoshligimiz, mana yoshlik paytlarimiz. Qalaysizlar bolajonlar, zo'rmi? O'qishlar zo'rmi? Salomat bo'lasizlar. Mana shu joy bizning maktabimiz bo'ladi. Mana hozir biz eski hovlisiga kelganmiz. Yaxshimisiz yana? Mana bu joyimizni taniganlar bormi? Bu joyda Abduvohid akam bizga ustachilik sirlarini o'rgatardi. Qanday tesha urishlardi. Hozir boshqa xona bo'lib ketibdi bu yerlar. Demak, G'ayrat aka, bir-ikki og'iz nima deysiz? Qaysi xona bo'lgan bu? O'sha aytganimiz biz birinchi qadam Nurobodning birinchi kuni mana shu xonadan boshlangan. Mana shu xona eski taassurotlar mana. O'zgarishlar bo'lganmi aka o'shandan beri? Yo, o'zgarish bo'lmaganmi? Juda katta o'zgarishlar. Ranglarni sarda qo'yibdi mana. Ilgari oq bo'lardi. Mana bu partalarimiz ham Zamonaviylashibdimi? Zamonaviy qilibdi, zo'r chiqibdi. Yaxshi, zo'r. Demak, hop. Stollarni olib kirib ketibdi. Mavzuimiz, bugungi mavzuimiz mana to'siqlar yo'lagi elementlari deb nomlanuvchi mavzu bo'pti. Mo'ljalda. Aksariyat biz 5 baho olardik. Mehnat darsidan 5 baho olardik, jismoniy tarbiyada. Matematika, algebra, adabiyotlardan-chi? Yo'q, ulardan baho bizga yetmasdi. Yetmay qolardi, chunki sizdan oldingi qatorda o'qimishlilar bo'lgan bo'lishi mumkin. Men hozir do'stim Duluni ko'rib qoldim. Dadangizga salom yo'llang.
Dada qalaysiz deb qo'y. Qalaysiz? Ya yo'q. Yaxshi o'qiyapsizmi? Baholar 5 mi, 6 mi? 5. Ya yo'q. Ham xonani esladilarmi? Ahadjon domlar ustidan dars berardi mana shu xonada. Sizlar nechinchi sinfsizlar, bolalar? 6. Qaydan hovli, mahalla? Alimergan Qoratepa, O'rta Qo'ng'rat. Ha, yaxshi. Mana yangi obyektimiz ichiga tushdik. Xullas, juda kengina majlislar zali bo'libdi, ota-onalar to'planildi mana. Mana yoshlikni eslab mana maktablarda mana shu yerdan tushib ketganman men, eslaysizlar bolalar. Sherxon aka bir ikki og'iz fikr berasiz. Maktab qanaqa o'tgan? Maktab davrim zo'r o'tgan. Aha. Men mana tarixxonada o'qiganman. Ha, mana xonada o'qigansiz. Bu ishlarni biz o'qitamiz bu yerda. Demak, tepalarda bir aynalib tushaylikmi? Xonalar. Chiqamizmikan? Chiqalamiz, yoshimiz o'tmagan bo'lsa, qani ketdik. Karra-karralar yozib tashlabdi bega. Sardor eslaysan, mendan siqanib tusha turganday tarvorgansan, u nega tushganman kallam bilan. Yaxshi, o'sha betdan beri sog' qolganmiz ekan. Esladilar, ha buni eshikda, bu mardon eshikni yasab kelgansan, turibdi-ku hali ham o'sha eshigim. Faqat mana o'sha betda ham bor edi, zazorim. Yo'q, xuddi o'sha eshikka o'xshayapti-yu bu. Yana bilmadim. Mana shu bizning xona bo'lgan, xullas. Bu xonalar ham mana kompyuter xona bo'lgan edi, eslaysizlarmi? Rishetkali bo'lardi. Yaxshi, dars bo'lyapti-kan bu yerda. Darsni buzmaymiz. Xo'p. Bu G'ayrat akamlarda fizika xonasi bo'lgan ekan, bey. Bu yerda ham dars bo'lyapti shekilli. Biz o'ta qilmaymiz. Ammo mana o zinalar yoshligimizda bilinmagan, hozir tik qandaydir? Tik holatda ekan. Hozir bolalar uchib tushadi, biz sekin tushamiz. Biz mana shaylardan uchib tushgandik. Zinachilar yangi perilar qilib bersin unga ayting. Zinachilar aloqaga chiqinglar, maktabimizni rivojlanish uchun perilar qilib beringlar, men aytga chiroyli holat. Salloh maktab bo'lgandaydir. Xo'p, mana bu direktorning xonasi bo'lardi, eslasalar. Hozir 8-B sinf bo'lib qopti bu joylar. Xo'p, maktabimizning kiraverishimiz mana shu. Mana shu joyda men eslayman, 1-sinfdan bizni Onorxon opayimiz mana shu yerda dars qilish turgatgan, qo'limizdan ushlab chiroyli yozish turgatgan xonamiz mana shu bo'lgan. 93lar bo'lsa, bitta like bosib ketasizlar eslaganlar bo'lsa. Qadimiy mana go'zalar kelib qolgan, mana bu yerga chiroyli qilib qo'yibdi o'ta. Xullas, bizning maktabimiz shu joy. Aka. So'rlar agar kimga zarur bo'lsa, mana shunaqa holatda. Razmeri necha bu? Razmeri 2,5 ga 3 shekilli, odamlar katta bo'lganligi hisobiga 5 kishi o'tiribdi. Yo 2,10 ga 2,70 dir. Xullas, ustoz salomat bo'lasiz, biz qaytdik. Hop, omadlaydi. Ilohomin. Hamisha nimaiki niyat qilsang, niyatlaringga yetinglar. Allohu akbar. Farzandning rohatini ko'ring. Salomat bo'ling. Ustozni taniganlar bitta like turib ketasizlar.